Охо, туғандар, мына ушуну Кыргызстанда жаңылык десек болот. Мына ушундай сонмо люстраларын сиздер көргөнсүздарбы? Эми ушул люстралар буйрса мынакей өз мекенибизде Кыргызстанда Ош шаарында сатылып атат. Буну кайсы жерден алам десеңиздер, Ош шаарында Кашкар кыштактагы негиз курулуш материалдар дүкөнүнөн алсаңыздар болот. Илхам ака, келиңиз чака, элдин баары сизди күтүп атат. Бул Илхам ака, кандайсыз ака? Жаңылык кылып жүрсүз ака, зор кылыпсыз. Ака, эми мына ушул люстралар кайсыл жактан келди? Өзүңүздөр жасадыңыздарбы? Баалары тууралуу бир катар маалымат берсек. Bu lustralar O'zbekistondan olib chiqdik. Farg'onadan keldi. Bu lustralarimiz 12 xil svetda yonadi. Lekin bular bari mo'lar lazerda ochilgan. Ya'ni bularning 2 xil, 3 xil variantlari bor. Bunimiz Pro degani. Oho. Pro deganimiz. Bunimiz Basını aytib o'taylik, bunun basi qancha? Bunimizning bahosi 14.150 so'm. Kosmos deb aytiladi. Kosmos bu. Bu Pro Max variantdagisi. Endi biz hozir boyu 1.80. Boyu 1.80. Bu jakta da variantlari bor. Bu qancha bunu? Bunimiz prostoyi 11.000 so'm bu. Bunimiz ham faqat aytaylik, narigi Pro'imizda lazerda ochilgan bo'lsa, bu yog'i prostoy. Shundan hisobiga bu arzonroq. Razницасы мына ушудан to'g'anlar. Buni negizi original bo'lib, анан keyin prosto bo'lib, originallardan bir gana mына ушул Ilham akalardan magazindan alsаңыздар bo'ladi. Алып атканда mani berib сөз түрдө алсаңыздар bo'ladi. Aka, bunun bahsi qancha bo'ladi? Buni bahosi 11.000 so'm. Bu ham shunaqa mayerlari yonadi, shu 12 xil svetda. Bularning har birini o'zini pulti bo'ladi. Mana shu rasvetkada yonadi. Bu yerda 12 svet bor ekan. Tan shu pult bilan boshqarib qo'ysangiz bo'ladi ekan. Bunun bo'yniga keltirib olsa 1.50. Tur aytам aka? Yo'q, bu 1.80 bunimiz ham. Oho, 1.80 dik bunimiz ham. 1.80. Bu 50'larimiz mana bu yerda. Maka do'stlar, qarangizlar. Bu 1.50 dik o'zdir ko'rinadi. Razницасын ko'rsatadi. Bay lazer bilan degan yerlar, mana shu lazer bilan защитник steklonusida защита bo'lib qo'yilgan. Yaxshi qilib kesilgan ekan. Bu prostoydan bu yer защита bo'lib o'tgan ko'rdingizlar, a? Aka aytaveringiz. Bunimizning bahosi bu ham Pro. Bunimizning bahosi 12.350 so'm. Hop. Shunaqa. Buning bo'yi qancha? Buni bo'yi 1,5 metr. 1,5 metr. 1,5 metr buni bo'yi. O, to'g'anlar. Negizda sizda o'ta ko'p variantlar bor ekan. Eng oxirgi variantlarga keladigan bo'lsak, to'g'anlar, qarangizlar. Buning bo'yina keladigan bo'lsak, bu qancha dedingiz? Buni bo'yi 1,20. Bunun bo'yi 1.20. Bu дағы o'zincha Pro Max variantasi ekan. Mana защитный smelerni ko'rib o'tasizlar. Endi baringizlarga qiziq bo'lgan bu lyustralarning orqa beti qanday ekan deb qiziq bo'lyapti. Negizi bu lyustralarni ko'yincha qaysi yerga qo'yishadi? Bu lustralarni ko'proq robotxonalarga qo'yiladi. Robotxona tunikafonlarga. Shu idan keyin buni orqalarini ko'rsatsak, qulaylik tomonlari, misol har birida o'zini diodi, shunaqalari bor, ya'ni kuyib qolmaydi. Plus bular lazerda ochilgani uchun, ya'ni kilaylangan emas. Bular har biri mana bo'lib tiqilib chiqilgan. Ya'ni bu sifati yaxshiroq. Shuning uchun bunga biz kafolat beramiz. Uncha-munchaga tushib qolmaydi. Makton ortida bunday svetodiodlar bor ekan, elektron melerni ko'rib o'tasizlar. O'shuning uchun bu bahsida o'sha jarashdi, bu dizaynida ko'rib o'tasizlar. Buni жаңылык deb aytsak bo'ladi. Bunaka archaqlardan janag'i men aytgan, bunaka artlaridan ko'rib o'tasizlarmi? Bunaka do'stlar, qarangizlar. Hozirgi biz jag'ib atgan bu lyustramdan ushul, buda da xuddi shunday diodlar bor. O'zining elektron melerni ishlatgan 12 xil svet chiqadi. Buna pultni bitib turib, basasizlar, qolgan svetga jo'natgan. Pultni qarma do'stim. Endi biz magazinga kiradigan bo'lsak, turingizlar. Aka, magazin atini aytingizcha. Magazinimiz ati Negiz. Negiz deb, Negiz qurilish mollari anaqasi. Bismillahirrohmanirrohim. Oho, aka bu yerda tovardan bordigi bor ekan-a? Shunday, bizda elektr tovarlar bor. Elektr tovarlar. Aka, qarangizlar. Kulchatlar, rozetkalar bor turlari bor ekan. Mana shu yerda santexnikalar uchun dag'i. Santexnikalar uchun ham qaysi joqda? Santexnika shu burchakda ko'rsatamiz. Jada qolsa kraskalardan beri bor ekan, a? Kraskalarimiz bor, har xil turligi. Santexnikalarimiz har xil turlaridan bor. Mana smestitellarni ko'rib o'tasizlar, sapatlari yaxshi ekan bu smestitellarni. Originallari bor, prostoylari bor, har xil varianti bor. Oho, aka, tovardan bor ekan. Santexnika kerakdi, maka to'g'anlar tutukchalarda ko'rib o'tasizlar, maka barni ko'rib o'tasizlar. Jada qolsa bayagi eshikning aylanasidan qo'ya turgan, maka rezinkalardan beri bor ekan. Kraskalar, bu endi pol kraskada qancha ishchi bo'ladi bu kraskalarda? Bu
Varataga, ya? Ha, robotga ham bor, uyning ichiga ham bor, hamma anaqaga bor. Temirga bor, nima ya'ni istasa topadi, xullas inshaalloh bor. Maka do'stlar, bayag'i varatalarga da kerakli mana shaymonlar bütüklari bor ekan. Maka o'zingiz ko'rgandar, shu yerdan kelib olib ketsanglar bo'lar ekan. Basa bayag'i ko'pchiliklar velosipedga kurer bo'lib ishlayapsizlar-ku. Maka zapchastlar bor ekan, shaymonlar bor ekan velosipedga. Sideniyalar, bunda balqa, shotka, kista, ana nasoslar aka bor ekan. Nachalanda Alusqa magazinga borib izlagandan ko'ra, aka mo'g'adan bir qator aytib o'tdingizlar siz. Bu devorga ugaloglarimiz abdelkaga ishlatiladi, ham kafellarga, ya'ni dushlarga polistiron qilganlarga ishlatiladi. Bu ugaloglarimiz. Bu aytaylik, bu tovarlarimiz, bularimiz 6 oy garantiya beriladi, bu ya'ni instrumentlarga. Ham bonuslar qilib beramiz, jinday arzonlatib beramiz. Bu qaysi firmadan shunday Canon-da-ku? Oy, to'g'ri. Bu Canon firmasi ekan. Oy, aka, qarab qo'ysandan keyin tushib ketdi. Bunday jaqtirib qo'ying, da tushib ketmasin. Buljaq skladba. Bu tomonga o'tsak ham bo'ladi. Jurumizlarchi skladka. Aka, sizlardan bayag'i optim badada olib ishlaysizlar bo'ladi bu, negizi? Albatta bo'ladi. Biz olib kelgan shu mana bu kosmos olib kelgan tovarlarimizni, birinchi molani aytaylik. Bular MDF, ya'ni nalishniklari, MDFlarimiz ham bor. Mana bu rekalarimiz har xillari bor. Mana Versace bor. Aytaylik, har xil svetlari bor. Tanlab olaveradi, assortimentimiz ko'p. Buni biz hozir bunday bayag'i plastikdan emas, bu MDFdan ekan do'stlar. Qarasanglar boshqacha ekan, negizicha qo'zda ochayotgan, bunday qarmasang proshnoyda ekan. Ko'ringizlar, qarmasang titraydi, qochirken. Oy, uyga qilsangizlar jashnaqa ko'rib qochadi. Bu yerda nimalar bor aka-daga? Bu yerda MDFlarimiz bor. Aytaylik, qanday alavchi birini surunkasini ochaylik. Demak, sizlar uchun жаңылы paketdagisini birini ochib ko'rsatamiz. Makatonda o'zlar qaragandaylar MDF. Anasaga ko'pchiliklari hozir bu so'nunkan aka. Buni negizi ko'pchilik kimlarga ishlasa bo'ladi? Bu patologlarga ishlatadi. Patologlarga uylarga apshikalasa bo'lsa-da, qo'lchata stenalarga ishlatiladi. Buni turlari ko'p ekanda. 15 xildan oshiq turlari bor. Kelaveradi, vibrga qarab, ya'ni hamma xonani har xil qilsa bo'laveradi. Mana oqi bor. Ya'ni turlari ko'p. Kelib bemalol ne qilsa bo'laveradi. Bu yoqda steklovatlardan biri bor ekan-a? Steklovatalarimiz bor. Steklovatalarda ko'rib o'tasizlar. Mana shu yerda profillarmi? Gipsokarbonning profillari, stenli profillar. O'zi bayaq ustalar shuni ayoq yaxshi ko'rishadi, zo'r bo'lib turib profillar dizaynni chiqarishadi. Bu yoqda skladba. Bu tomonda ham skladlarimiz bor. Skladlar ko'ruvchi. Mana shu yerda mo'yshi kraskalarga ne bo'lar? Bu vodamisonkalarimiz har xillari bor. Keyin laminatlarimiz ham bor. Bu yoqda laminatlar bor ekan. To'g'anlar o'zlarining jashna qo'ygan mana shu yoqda ofislarda bor ekan, ofislarda son ekan kelgan mehmonlar shu yerda isib ketsanglar, tushib ketsanglar, shu joyga kirib bir qator suvdan qo'yib jashna qilib, silab sizlarni uyingizga jo'natgan. Ya'ni, mana shu yerga kelib turgan bo'lsak aka, bir qator aytingizlar, nima desizcha? Qarangizlarchi to'g'anlar. Gipsokarbonlarimiz bor. Stenli, patolochniy, OSB'larimiz ham bor. Aytaylik 06, 09, 14. Ana shu bu yerda reykalar bor ekan, reykalarimiz bor. Arabalarda olib kelsanglar bo'ladi va biz aytayotgan illyustralardan kichkina variantlardan mana o'shalar. Hozir biz chiqib o'tib, narkotikdagi qo'shimcha variantlari bor. Ana to'g'anlar, qarangizlar, plitishniy kile, robban, shpaklevka, sement, negizi bardig'i bor ekan. Ya'ni, aka juringizlar, biz bir narsani aytamiz deb unutib qolibmiz. Hozir men esimga tushib ketdi. Mana shu joqdagi bayag'i biz ko'rsatib bergan lyustralarni sotib olgan bo'lsa, bir lyustrani sotib olgan bo'lsa, siz emneni bekir berem deb menga aytayotdingizlar o'jana. Emneni berasiz bekir, menga aytingchi. Bizni shu mana bu katta lyustralarimizda, shu mana bu kattalardan bittasini sotib olgan insonga bitta kichik illyustradan, ya'ni bonus qilib beramiz. Faqat bu cheklangan. 10 ta insonga boshida. Shu kichkina illyustradan bitta qo'shib, ya'ni bonus qilib beramiz. Bunadan da birini qo'shib berayotgansizda, o'shunda. Shu kichkinasidan. Bu da o'zi yaxshinaqa turadi. Negizi kichkinakaning bahosi qancha turadi? Aytib qo'yinglar. Kichkinamiz bahosi 2000 so'm turadi. Bularimizniki 2500 so'm, bunimiz 3500 so'm. Bular arzon variantlari. Shunaqa. Bularimiz mana high-tech variantlari. Bayag'i biz aytayotganlar mana o'shalarda ham, shu kattalardan bittasini sotib olganga bitta shu kichkina bonus qilib beramiz. Orientir adreslarni siz to'g'riroq qilib siz o'zingizlar bir qator tushuntirib bersangiz, qanday topib keladi bizning magazinda, aka? Bizniki Qashqar qishlog'ida, ya'ni Alintir aytaylik, Moskva anaqasini olsak, торговый sentrni olsak, shu yerdan chap qo'lga burilsa, Sitafor tomonga qarab, 3-ko'chani boshida, ya'ni Negiz degan qurilish mollar do'konimiz. Mana shu yerga kelaversa, ishda vaqti qanchadan qanchagacha? Ish vaqtimiz soat 8 dan 8 gacha. 8 dan 8 gacha,
Telefon. Dostum gelçi beri. Bu kasada sen oturup gelsin. Kelgen adam koyunca sen tele etkesin da. Malais. Mına şu jigiti tanılanlarsa like'tan bas koy. Akam tanılanlar olsa da like bas koyunlar. Kimde kim? Mına uşunday koroz bolgan öte süykümlü lüstralarının türlerini alam desеңдер. Егерде siz mına uşun lüstralarda alıp biraz bolsa da üstüne payda koşup satıp işleytelim. Balaçaka bağatlayalım. Emi Cumuşta, tiricilikte desеңіздер, мына ушул Илхам акага кайрылсаңдар болот. Жөндөй кылып люстралардын бааларынан мына ушул жерде эмне товар болгонсо, баарын тең силерге келишилген баада жакшынан кайрылып, силерди кызгат болбой таңлап, үйүңүздөргө узатат. Эгерде сиздер bundan da толук маалымат алам десе, мен сиздин Instagram аккаунтуңузду связь номерлеринде жазып коюп, таппай калсаңдар, ушул Илхам акага чала берсе, силерге толук адрестерди айтат. Анан мессенджерда жөнөтсөңөр жөнөтөт. Видеону жакын достор менен бөлүшөбүз. Видео пайдалуу болсо жүрөкчөнү кызартып коюңуздар.